Ota-onalar gruppada ham yozyapti-da. O'tish davrida unday munosabat qilinglar, bunday munosabat qilinglar. O'tish davridasiz, lekin eng o'qiydigan davrdasiz hamda. Bu siz yoki biz aybimiz emas-ku, to'g'ri? Sizni o'tish davringiz ayni o'qiydigan davringizga to'g'ri kelganligi. O'tsang o'tirasan o'sha davrda. Biz ham o'tganmiz, sen ham o'tasan. 3 ta g'oya keladi o'zi mana shu yoshingda, shu 9-sinfligingda. Yoki hayotingda hech qachon 99% holatda birga bo'lmaydigan bitta qizga yoqaman deb 1 yil o'tkazib yuborasan. Boshqacha yurib, boshqacha kiyinib, boshqacha turib. Ikkinchi variant, o'zingdan o'zing bilmaysan ham nimalar hisobiga asos yo'q, kibrlanib qolasan-da. G'alati yurasan. Shunchaki katta bo'lib qolgansan sen. Shuni hisobidan kibrlanib boshqacha yurasan. Kimdir yoqmay qoladi, sal boshqalardan o'zingni olib qochib keyin kelib qoladi. Shunaqa qilib o'tib ketasan, o'zing bilan o'zing gaplashib. Yoki uchinchi variant, shunchaki aqllilar safini tanlaysan va natijani qilasan, xuddi o'tganligingda senga. Birinchi, ikkinchi variant eng oson variant, lekin 1 yillik variant. Uchinchi variant eng qiyin variant, lekin butun umr kerak bo'ladigan variant.